الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha olamlarning Robbisi Allohga hamd bo'lsin. Bugun Alloh bizni hurmatli mehmonimiz Shayx Ahmad Nufays va uning jamoasi bilan birga bo'lish ne'matiga musharraf qildi. Alhamdulillah, ular bilan birga bo'lib Shayx Ahmad Nufaysning juma xutbasidagi ma'ruzalari hamda shom namozidagi qiroatlarini tinglash sharafiga muyassar bo'ldik. Endi esa Shayx bilan eksklyuziv suhbatni boshlaymiz. Inshaalloh Shayx Ahmad Nufays bilan suhbatimiz juda samimiy va do'stona ruhda o'tadi. Sevimli shayximiz va imomimiz Mustafa Abu Rayyon esa bu suhbatni tarjima qilib boradi. Shu sababdan men so'zni ularga topshiraman. Yuqorida aytganimdek, bu juda samimiy va erkin suhbat ekan, uni diqqat bilan tinglang, manfaat olishingizni umid qilaman. Alloh barchangizga baraka bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayyakumulloh. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Inshaalloh ingliz tilida suhbatga o'tishdan oldin biz aziz va sevimli qorimiz, masjidimiz va ushbu majlisning faxri bo'lgan shayximizning Qur'on tilovatidan bahramand bo'lamiz. Alloh bu majlisni va bu masjidni nur bilan to'ldirsin. Shayximizga bu ulug' muborak tashriflari va qilayotgan aziz mehnatlari uchun mukofot bersin. Bu so'zlarni aytar ekanman, Allohdan mag'firat va kechirim so'rayman. Agar sizlardan kimdir Qur'onni yod olgan insonning yoshlarga qanday ta'sir qilishini ko'rmoqchi bo'lsa, marhamat shayximizga qarang. U kishining qilayotgan ishlari bunga yaqqol dalildir. Kimki Qur'onni sevsa, Qur'on uni aziz qiladi. Men Allohdan musulmonlarga ezgulik va tinchlik so'rayman. Shayximizning xizmatlari uchun Alloh ularga katta savoblar bersin. Inshaalloh aziz birodarlar va opa-singillar, sizlar barchangiz aziz mehmonimiz, qori va Shayx Ahmad Nufaysni yaxshi taniysizlar. Shu sababli shu yerga yig'ildik. U kishining oramizda bo'lishi biz uchun katta sharaf. Biz uni Qur'on tufayli sevamiz. U Qur'onni qalbida olib yurgan zot. Uning o'qiyotgan kalomi Allohning kalomi. Va biz Allohni sevganimiz uchun uning kalomini ham sevdik. Shu bilan birga uni qalbida saqlagan kishilarni ham yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun iltimos, aziz shayximiz uchun duo qilishda davom etinglar. Endi bugungi kechada nimalar bo'lishini qisqacha tushuntirib o'tsam. Shayximiz bor va biz imkon qadar ulardan ko'proq foyda olishga harakat qilamiz. Vaqt oz bo'lsa ham uni behuda o'tkazmaymiz inshaalloh. Qur'on tilovati uchun halqa tashkil qilamiz. Shayx bir necha oyatlarni o'qiydilar. So'ng sizlarga ham o'qib ko'rish imkoniyati bo'ladi. Barchamiz birga savob topamiz inshaalloh. Alloh bu yig'ilishni Qur'on bilan to'ldirgan barakali majlis qilsin. Shundan so'ng bu yerda joylashgan masjidimizdagi madrasamizning eng yaxshi o'quvchilari Qur'on o'qishadi. Hozir bu yerda 400 dan ortiq bola tahsil oladi, balki undan ham ko'pdir. Mana qarshimda o'tirgan bolalar, ularning eng ilg'orlari Tolha, Abdurrahman va albatta Bilolni aytmasak bo'lmaydi. Alloh barchalarini mukofotlasin va ajrni ziyoda qilsin. Bu o'quvchilar ham Qur'on tilovat qiladilar. Inshaalloh so'ng esa biz maxsus bir savol-javob bilan kechamizni yakunlaymiz. Sevimli shayximiz Ahmad Nufays bilan suhbatlashamiz. Endi esa ko'p cho'zmasdan mikrofonni aziz shayximizga topshiraman. Marhamat qilinglar inshaalloh. Barcha olamlarning Robbisi Allohga hamd bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasi va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Ey ilm sohibi Allohim, bizga foydali ilm nasib qilgin. O'rgatgan ilmu donoliging bilan bizni foydalantirgin. Ilmimizni ziyoda qilgin. Bizda hech qanday kuch yo'q, faqatgina sen bergan kuch orqali yashaymiz. Kuch-quvvat faqat buyuk va qudratli Allohdandir. Shuning uchun biz senga suyanamiz, senga tayanamiz va rahmatingni so'raymiz. Ey Parvardigor, bizni hatto ko'z ochib yumguncha ham
o'z holimizga tashlab qo'yma. Ko'nglimni keng qilgin, ishlarimni osonlashtirgin, tilimdagi bog'liq joylarni yechgin, so'zlarimni odamlar tushunsin. Biz senga yaqinlashtiradigan har qanday so'z va amallar bilan sendan yaqinlik so'raymiz. Bizni jannatga olib boradigan har qanday amal bilan bog'la, jahannamga olib boradigan har qanday narsadan uzoqlashtir. Ey Robbim, biz sen sevgan kishilarni sevamiz, senga muhabbat bilan yaqinlashadigan bandalaringni sevamiz. Shunday insonlardan bizni ham qilgin. Shu muborak majlisda yig'ilgan birodar va opa-singillarim uchun sening go'zal ismlaring va ulug' sifating bilan duo qilaman. Ey Allohim, qanday qilib bizni shu muborak masjidda birga jamlagan bo'lsang, jannatdagi eng yuksak darajalar Firdavsul A'loda ham bizni birga jamla. Mana shu jamoada yuzlari porlab turgan tahoratli, pokiza, ezgu insonlarni ko'rib qalbim quvonchga to'ldi. Allohim ulardan rozi bo'lgin. Alloh roziligiga erishgan insondan baxtliroq odam yo'q. Bugun bu kechada yuragimda aynan shu tuyg'u bor. Bu yig'inga kelgan barcha birodarlar, opa-singillar, Qur'on ahllari, namozxonlar, barchangizni biz Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. Sizlarni Alloh yo'lida solih inson deb bilamiz. Sizlar Allohning ismi zikr qilinadigan, payg'ambarimizga salovatlar aytiladigan bir majlisga kelgansizlar. Ey Robbim, bu majlisda rahmating yog'ilgan ulug' bir majlis qilgin. Ey jalol va ikrom sohibi, bizdan buni qabul qilgin. Sheyx avvalo Alloh subhanahu va taologa hamd aytdilar. So'ng sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovatlar yo'lladilar. U kishi bugun shu yerda bo'lishlaridan qanchalar sharaflanganini aytdilar va aslida bugun sizlar bilan birga bo'layotgan eng baxtli inson menman dedilar. So'ngra Allohdan bu majlisga baraka berishini, bizni esa bir joyda jam bo'lib Allohning kalomini tilovat qiladigan, uning rahmatiga muyassar bo'lgan bandalardan qilishini so'radilar. U kishi biz uchun duo qilib, bugungi majlisimizni Jannat Firdavs jannati naimlarda yodga oladigan unutilmas majlis bo'lishini so'radilar. Alloh barchamizdan shunday baxtli bandalardan qilsin dedilar. Va yana bir bor sizlarga samimiy va ixlosli birodaringiz sifatida qarayotganini, sizlarni ko'rib juda mamnun bo'lganini ta'kidladilar. Mashalloh, tabarakar rahman. Alloh bu yig'ilishga baraka ato etsin. Sheyx, endi Qur'on o'qishni, ya'ni to'g'ri tilovat qilishni boshlaylikmi? Avval Qur'on o'qishni boshlaymiz, keyin esa tilovatni to'g'rilash mashqi to'liq davom etadi. Kelishdik. Hozir inshaalloh biz Mutaffifin surasini o'qiymiz, chunki bu sura yengil va oson. Uni hammamiz birgalikda o'qiy olamiz. Dastlab men o'qiyman, keyin sizlar o'qiysizlar inshaalloh. Tilovat oson va yengil bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين
كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم
عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله ينفع بكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام ما شاء الله Alloh taolo shayximizga ajru savob ato etsin. Alloh bizning Qur'on tilovatimizni qabul qilsin. Alloh bizni ajr bilan siylasin va bizni dunyoda ham oxiratda ham Qur'ondan foyda oladigan bandalardan qilsin. Amin. Inshaalloh endi navbat bilan aziz va ilg'or o'quvchilarimiz bor. Ular tanlab olingan va hozir shayx bilan birgalikda Qur'on o'qishadi. Inshaalloh ular hozir nimani o'qishlarini o'zlari aytib berishadi. Sizlar buni avvaldan rejalashtirib qo'ygansizlar. Ha? Endi esa bu tomondan Talha bilan boshlaymiz, keyin shu tomonga davom etamiz. Hammasi joyidami? Rozimisizlar? Inshaalloh. Talha, tayyormisan? Barakalloh fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Isming Talhami? Ha, Talha. Talha, Qur'ondan qancha yodlagansan? 15 juz. Mashalloh. Yoshing nechida? 15 da.
Subhanalloh, mashalloh, bu qanday ovoz? Ovozi kuchli, ayni paytda yurakni larzaga soladi. Juda ta'sirli. Bu Alloh taoloning barakasi berilgan ovoz. Qur'onni his qilib, qalbdan o'qiyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, kimki Qur'onni Allohdan qo'rqib, yurak bilan o'qisa, mana shunday o'qish eng go'zal qiroatdir. Agar kimdir tilovat qilayotgan bo'lsa va sen uni eshitib, bu inson Allohdan qo'rqib o'qiyapti deb o'ylasang, bas eng go'zal qiroat aynan shudir. Alloh bu ovozga baraka bersin. Xushu bilan o'qiyapti. Shayx Alloh uni asrasin Tolhaning tilovati haqida fikr bildirdilar. Tolhaning ovozi uni juda quvontirdi. Ovozing juda chiroyli, eshitishga yoqimli dedi. Shayx shuni ham aytdiki, sen Qur'on o'qiyotganda tilovatingda tushunish, tafakkur va xushu, ya'ni Alloh oldida itoat va kamtarlik bor. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Payg'ambarimiz aytganlar, eng go'zal qiroat bu odam Qur'on o'qiyotganda uni eshitgan kishi bu inson Allohdan qo'rqib yurakdan o'qiyapti deb o'ylasa, ana shu eng chiroyli qiroatdir. A'udhu billahni qaytadan ayting. أعوذ بالله Yana qaytadan ayting. أعوذ بالله لا أعوذ ذو أعوذ ليس أعوذ ليس مفخمة مرققة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله لا ذو مرقق. أترجم نعم. Shayx aytibdilarki, so'nggi harf zu uni yanada mayinroq, og'irroq ohangda ayting. Uni iloji boricha yumshatib, kichikroq qilib talaffuz qiling. Til uchini biroz tushiring. أعوذ بالله يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. Again. أعوذ بالله أعوذ. أعوذ Yes. إن شاء الله you training إن شاء الله. إن شاء الله لا هو ما شاء الله تبارك الله يعني ممتاز جدا، لكن يجب القارئ المتقن إذا قرأ ما تدري هذا إيش جنسيته، يعني يكون فصيح جدا. لا تقول مثلا هذا والله أعلم ممكن يكون مصري، هذا سوري، هذا باكستاني، هذا كويتي. القارئ الفصيح هو تقرأ تقول عربي هكذا. Shayx Allohni asrasin ikki gapni aytdilar. Avvalo siz u kishi nima demoqchi bo'lganini juda tez tushunganingizdan hayratda qoldilar. Mashalloh, siz juda zukko o'quvchisiz. Shuningdek, shayx aytdilar, u hozir sizga kichik nozik jihatlarni to'g'rilamoqda, ya'ni tilovatning eng nozik tafsilotlarini. Siz qori sifatida shunday darajaga yetishingiz kerakki, Qur'on o'qiyotganingizda eshitgan kishi sizni qaysi millat, qaysi yurtdan ekanligingizni farqlay olmasin. Siz suriyalikmisiz, misrlikmisiz, pokistonlikmisiz yoki boshqa yurtdan hech kim bilmasin. Ana o'sha daraja siz intilayotgan maqsad inshaalloh. ما شاء الله تبارك. تفضل الشيخ. الله يبارك فيك يا طلحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فتح الله لك ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم الكريم your name عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله. جميل رائع جدا. نفس الملاحظة أعوذ يعني يجب أن تكون مرققة. Shayx Alloh uni asrasin, sening tilovatingdan juda mamnun bo'ldilar. Xuddi Talha kabi, u Talhaga aytgan tavsiyalariga sen ham e'tibor qarat. Qolgan jihatlardan esa shayx sening qiroatingdan juda xursand bo'ldi. Yes.
آه، فيها مصباح again only this is فيها مصباح فيها مصباح قريب الترتيل. Bu ikki so'zni o'qing, lekin ohang bilan chiroyli va to'g'ri talaffuzda o'qing. فيها مصباح فيها مصباح. أريد حاء. فيها مصباح. أيوة ممتاز، هكذا أفضل. لماذا؟ لأن الحاء هذه يعني من أكثر الحروف التي يمتاز بها العرب، يعني يجب أن تأتي بحرف الحاء. فيها مصباح، فيها مصباح، يعني يجب أن تكون واضحة. مصباح، مصباح، حتى يعني يظهر مخرج الحرف الحاء. مرة ثانية again. فيها مصباح. جيد. طيب الزجاجة كأنها، الزجاجة كأنها كوكب دري. لا دو الزجاجة كأنها كوكب دري. نعم، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. دو وليس الذو. تمام إن شاء الله. فتح الله لك. ممتاز جدا ما شاء الله عليك. Shayx yana Abdurrahmonning qiroatidan juda mamnun bo'ldilar. Faqat birgina eslatma shuki, harflarni to'g'ri talaffuz qilishga, ba'zi harflarga alohida e'tibor qaratish zarur. Inshaalloh bu hammamiz uchun dars. Barchamiz bu yerda o'rganish uchun yig'ilganmiz. Inshaalloh shayxning bu maslahati hammamizga tegishli. Shu jumladan menga ham Alloh Talha va Abdurrahmonga ajr savob bersin. Endi navbat Bilolniki. Bilol, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بلال كم عمره؟ Bilol yoshing nechida? 10 yoshmi? 10 سنوات. كم يحفظ القرآن؟ Qur'ondan qancha yod olgansan? 1,5 juzmi? Mashalloh, Bilol juda zo'r o'qidi. 10 yosh bo'lishiga qaramay juda ta'sirli chiqdi. Tajvidi yaxshi, lekin tovushlarning to'g'ri chiqishi, ya'ni harflarning mahrajlari ustida yana ishlash kerak. Mashalloh, ayniqsa ha harfi, uni to'g'ri talaffuz qilishi uchun ko'proq mashq zarur. Hali u yosh, shuning uchun bu tabiiy holat. Inshaalloh mashq bilan bu yaxshilanib boradi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Not alhamdu, alha. Alhamdu. الحمد. يا سلام ما شاء الله. again. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب غير المغضوب، غير المغضوب، غير المغضوب. لا ليست مغضوب، مغضوض. غير المغضوب. غير المغضوب، غير المغضوب. يلا إن شاء الله إن شاء الله هي براكتس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يفتح لكم يا رب يا ذا الجلال الكرام. رائع جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. Shayx yana Bilolning qiroatidan juda mamnun bo'ldilar. Ayniqsa yosh bo'lishiga qaramay shunday o'qigani uchun shayx sizga davom et, to'xtama, aynan shu yo'ldan yur deb ruhlantirdilar. Yoshingga qaraganda tajviding juda yaxshi, mashalloh. Faqat hammamiz uchun muhim bo'lgan narsa ayrim harflarni to'g'ri talaffuz qilishga alohida e'tibor berishimiz kerak.
Lekin senga o'xshagan yosh bolalar buni juda tez o'zlashtiradi. Hamma birodar va opa-singillardan iltimos qilamiz, mana shu jasur o'quvchilar uchun duo qilinglar. Men hayron bo'lib turibman, bu bolalar qanday qilib Qur'on halqasida qatnashishga jur'at topishgan. Sizlar hozir odamlar oldida Qur'on o'qiyapsizlar. Bu juda katta jasorat talab qiladi. Alloh sizlarga jasorat ato etgan. Siz shayx oldida, muallimlar oldida turib Qur'on o'qiyapsiz. Bu yengil ish emas. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin va bu qilayotgan ishlaringizni qabul qilsin. Qarang bu yigitlarga, Alloh ularni asrasin. Har bir yigit Qur'onni yodlagani bu juda katta ne'mat. Barchasi mashq va davomli o'rganish bilan bo'ladi. Tajvid bu mashq, harflarning maxrajlari bu mashq. Bu bir kunda, bir kechada kelmaydi. Bu sabrni talab qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, Qur'onni mohir o'qiydigan kishi eng sharafli, eng ulug' farishtalar bilan birga bo'ladi. Shayx aytibdilarki, barchamiz tushunib olishimiz kerak, tajvidni, Qur'on o'qishni o'rganish ko'p mashq va davomli mehnatni talab qiladi. Bu bir kunda, bir haftada o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu yillar davomida mashq qilish, takrorlash va o'rganishda davom etishni talab qiladigan yo'ldir. Inshaalloh bu yo'lda sobit bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, Qur'onni mohirona va chiroyli o'qiydigan kishi Alloh huzuridagi eng sharafli farishtalar bilan birga bo'ladi. Inshaalloh Alloh bizni ham ana shunday bandalardan qilsin. شيخ إن شاء الله تعالى نبدأ ببعض الأسئلة ويكون إن شاء الله تعالى مريح. طيب إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله طيب تعالى. سيدي الشيخ، هل تسمح لي أن أبتدئ فقط بكلام قليل عن القرآن ثم مرحبا. نأخذ المقابلة. مرحبا إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. من أعظم الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصح الأدعية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مثبتة في صحيح مسلم، دعاء المعروف بدعاء الهم والحزن. إخواني، أريد أن يعني تركزوا معي، خاصة من يعرف العربية، أريد أن يعني تركزوا معي تركيز عميق جدا، لأن هذا الكلام يعني عظيم جدا، ليس لأني أنا أقوله وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دعاء الهم والحزن؟ الذي يعرف دعاء الهم والحزن يرفع يده. تفضل الشيخ. اللهم إني أسألك يلا شيخ. اللهم إني من العجز والكسل، من الهم والحزن والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا واحد. الثاني، جميل، هذا الذي أريده. اللهم إني عبدك، معروف الدعاء صح؟ طيب عد معي كم مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوسل إلى الله ويتضرع إلى الله وينكسر بين يدي الله لغاية واحدة. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الآن 5 مرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله جل جلاله ويقول له: يا رب يا ذا الجلال والإكرام، أنا عبدك، أنت سيدي وأنا خادمك الذليل الحقير بين يديك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. لست فقط أنا، وإنما أبي وأمي وكل من سبقوني، نحن عبيدك. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أي يعني هذه كناية، أي مقدمة رأسي بين يديك، تفعل بي ما تشاء، أنت تقودني يمين يسار، كلي يا رب يا ذا الجلال والإكرام تحت أمرك. ماذا تريد يا رب يا ذا الجلال والإكرام؟ أنا ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، كل ما تكتبه علي فهو ماض، لا أستطيع أن أنفع نفسي ولا أضر نفسي إلا بما تشاء، عدل في قضاؤك، وكل ما تكتبه علي سواء من الأرزاق أو قبضت عني الرزق أو أعطيتني من السعادة والخير أو قبضت عني السعادة أو ابتليتني بشيء فهو عدل جل جلاله. كل ما يكتبه الله عز وجل علي فهو عدل جل جلاله، عدل في قضاؤك. ثم الآن 5 مرات، ثم يقول الله جل جلاله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأولى 6 مرات، الثانية 5 مرات، المجموع 11 مرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علم منها وما لم يعلم، ما استأثره في علم الغيب وما ادخره الله عز وجل في يوم القيامة، وكل أسماء الله عز وجل، اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كل لغاية واحدة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. أن تجعل القرآن يا رب ماء قلبي الذي أعيش به. الربيع في اللغة العربية هو جدول الماء. أن تجعل القرآن ماء قلبي، وكأن هذا القلب متحجر صخر، فيأتي ماء القرآن إلى هذا القلب فيكون القلب رطبا لذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله، الله جل جلاله أنزل هذا القرآن ليكون ذهاب الهم والحزن وسبب الانشراح. لذلك أنت تقول أن تجعل القرآن ماء قلبي الذي أعيش به، فأنا من غير القرآن ميت. سبحان الله. ونور صدري، لذلك تجد حملة كتاب الله جل جلاله من أحسن الناس وجوها، وإن كان أسمر البشرة تجد في وجهه النور والخير والبركة. ما السبب؟ القرآن الذي ينير هذا الشخص. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سبحان الله. جزاك الله خير شيخنا الغالي على هذه النصيحة القيمة. Shayx juda yurakni jo'nbishga keltiradigan hayotiy jihatdan muhim bir mavzuni so'zladilar. Avvalo u kishi bizdan so'radilar: sizlardan kim chuqur qayg'u yoki og'ir holatda o'qiladigan duoni biladi? Va ular mashhur duoni biz bilan bo'lishdilar. Bu duoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 2 narsaga urg'u beradilar: qanday so'rash kerak va nimani so'rash kerak. Keling avval qanday so'raganlarga e'tibor qiling. Ya Alloh, men sening qulingman. Rasululloh dedilar: ey Allohim, men sening qulingman. Ya'ni men senga doim muhtojman. Har on, har lahzada yordamga muhtojman. Faqat men emas, men sening qulingning o'g'liman. Ya'ni otam ham, onam ham senga muhtoj. So'ng ular shunday dedilar: mening peshonam sening qo'lingda. Ya'ni ey Alloh, qayerga olib borsang, qanday sinov bersang, qanday yo'l tanlasang, men sening ixtiyoringdaman. Men har jihatdan senga bog'liqman. Sen bergan hukm menga amal qiladi. Keyin Rasululloh aytdilar: ey Allohim, sening hukming menga doim ta'sir qiladi. Qanday taqdir bersang, u amalga oshadi. Yaxshi bo'ladimi, sinov bo'ladimi, baribir bu sening taqdiring va bu adolatli taqdir. Men senga barcha ismlaring bilan yolvoraman. Shundan so'ng Rasululloh so'raydilar: ey Allohim, senga iltijo qilaman sening barcha go'zal ismlaring bilan. O'zing tanlagan, kitobingda nozil qilgan, yaratgan bandalaringga o'rgatgan yoki faqat o'zing bilgan ismlaring ila.
Ya'ni men bilganlarim orqali ham senga murojaat qilaman. Men tanimagan, eshitmagan, faqat senga ma'lum ismlar bilan ham senga iltijo qilaman. By every single name that belongs to you. Every single name that belongs to you. And then the Prophet started describing Va nihoyat Rasululloh dedilar: "Ey Allohim, Qur'onni qalbimning bahori qilgin." Ya'ni bahor suv manbai, hayot manbai. Qalbimiz go'yo qurigan tuproqday Qur'onga muhtoj. Qur'on yurakka hayot baxsh etadi. U qalbga suvdek kirib, uni yumshatadi, tiriltiradi. Qalb Qur'onsiz yashay olmaydi. Shuning uchun Rasululloh so'raydilar: "Qur'on qalbimning hayoti, ko'nglimning nuri, g'amim va tashvishimni ketkazuvchi bo'lsin." Shayx izoh berdilar: Qur'on qalbda bo'lgan inson baxtli inson. Ularning yuzida nur yog'iladi. Ular qanday millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, yuzlarida Allohning nuri bor. Bu nur Qur'on nuridir. Qur'on hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Va nihoyat shayx Qur'onga oid oyatni o'qib shunday dedilar: Kim Qur'onsiz bo'lsa, u go'yoki o'likdir. Kimda Qur'on bo'lsa, u tirikdir. Bu nasihat eng go'zal nasihatdir. beautiful advice. Jazakallahu khairan Shaykhana al-Ghali. Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shaykh, نبدأ ب هل Siz yoshligingizdan qori yoki imom bo'lishni rejalashtirganmisiz? Bu bolaligingizdan boshlangan orzu bo'lganmi? الإمام هل كانت هذا في نيتك أم شيء طارئ؟ Men Qur'onni kichikligimda o'rganishni boshlaganimni yaxshi eslayman. Shayx bilan birga Qur'onni yodlab, har bir so'zni tuzatib o'rganardik. Bu men uchun juda go'zal tajriba bo'lgan. Haqiqatan meni ko'pchilik shunday savol bilan to'xtatgan. Nega sen Qur'on halqasini shunchalik sevasan? Nega Qur'on tarafidasan? Nega ilm majlislariga qatnashasan? Men ularga aytaman: men bu yo'lni o'zim tanlagan emasman. Bu yo'l Allohning o'zi yuragimga solgan ne'mat. Balki bu mening onamning duosi, balki otamning qalbidan chiqqan istak bo'lgandir. Duolari qabul bo'lgan bo'lishi mumkin. Men kambag'al oiladanman. Otam oddiy inson edi. Salomatligi yaxshi emasdi. Yoki balki kimdir solih bir inson duo qilgan bo'lsa, ehtimol o'sha duo yuragimga Qur'on muhabbatini solgan. Men Qur'on halqasini hech qachon tark etmaslikka harakat qilaman. Chunki men bu majlisni yaxshi ko'raman. Yoshligimdan shu halqani sevganman. Endi yoshim 8-9 da men Qur'onni yodlashni va u orqali boshqalarga o'rnak bo'lishni istayman. Menga ibrat bo'ladigan insonlar bor. Men ham shunday bo'lishni xohlayman. Imom bo'lishni, Qur'onni to'liq yod olishni orzu qilaman. U paytda Alloh haqqi, men Alloh bilan birga edim. U damlar chindan ham sabrni o'rgatgan, chidamli qilgan. Imom, Qur'on yodlagan kishi haqiqiy namunadir. Imom shaxs sifatida butun jamiyatga yetakchilik qiladi. Men shayxga quyidagi savolni berdim: siz yoshligingizdan qori yoki imom bo'lishni rejalashtirganmisiz? Bu bolaligingizdan boshlangan orzu bo'lganmi? Shayx javob berdilar: rostini aytsam, bu men o'ylagan reja emas edi. Ko'pchilik o'ylaydi, ota-onasi majburlagan, o'zi bolaligidan majbur bo'lgan. Yo'q, unday emas. Qur'onni sevish bu Allohning menga bergan tuhfasidir. Alloh taolo bu muhabbatni yuragimga juda yoshligimda solgan. Shayx aytdilar: men bolaligimda ham Qur'onni o'rganishni istaganman. Bu muhabbat o'sha paytdanoq yuragimda bor edi. Mening qahramonlarim televizordagi mashhur aktyorlar emas edi. Bugungi kunda bolalar boshqa yulduzlarga ergishadi, lekin men uchun bolaligimdan haqiqiy qahramonlar oldimizda turib namoz o'qiyotgan imomlar edi. Men aynan ularning orqasida turib, ularni kuzatib ulg'aydim. Siz Qur'onni necha yoshda o'rganishni boshlagansiz va uni to'liq yodlashga qancha vaqt ketgan? Men Qur'onni taxminan 10 yoshlarimda yodlashni boshlaganman. Yodingizda bo'lsa, bizning masjidimizda o'qish halqasi bor edi. Juda yaxshi, mehribon bir misrlik shayx. شيخ مصري اسمه الشيخ ياسر عثمان أحمد Ismli shayx edi. U kishining muloyimligi, salobati, bizga qilgan muomalasi barchasi juda ta'sirli edi. Men u kishidan juda hayratda qolgan edim. Hali men uni birinchi marta ko'rganimda ham bu taassurotlar paydo bo'lgan edi. Hozirga qadar u kishining ta'sirini yuragimda his qilaman. Alloh undan rozi bo'lsin, unga rahmat qilsin. U kishi meni hech qachon urmagan, Qur'onni ham hech qachon urish bilan o'rgatmagan.
Ba'zi joyda odamlar Qur'onni urib o'rgatiladi deyishadi. Bu noto'g'ri. Qur'on shafqat va rahmat bilan o'rgatiladi. Allohning Ar-Rahman ismi bilan boshlangan kitob urish orqali emas, mehr orqali yodlanadi. Men Qur'onni mukammal darajada yodlaganimda, unda katta ruhiy ma'no bor edi. Chunki bu Qur'on faqat yod bo'lishi emas, uni Alloh roziligi, muhabbat va rahmat ila yodlash kerak. Qalbda ixlos bo'lmasa, Qur'on yurakka joylashmaydi. Otam meni doim rag'batlantirardi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. U kishi har doim shunday derdi: agar bir his yarim juz yodlasang, men seni mukofotlayman. Men yarim juz yodlagan paytlarimda kichik oila davrasida bayram qilishardi. Onam, opam, akam hamma yig'ilib meni tabriklardi. Shunda otam har doim aytardi: "Juzni tugatsang, senga Panasonic magnitofon olib beraman." U davrda bu juda katta rag'bat edi. Otam: "Men senga ushbu modellar ichidan tanlab olib beraman" derdi. Va alhamdulillah, men o'sha magnitofonni qo'lga kiritdim. Yodlaganimdan so'ng u mendan "Qayeriga qo'ymoqchisan?" deb so'radi. Bu voqealar yuragimda hanuzgacha tirik. Bu tartib 5-juzgacha davom etdi. Keyin esa ota-onam shunday dedilar: "Bo'ldi, endi Qur'onni Alloh uchun yodlaysan, lekin mukofot Allohning huzurida inshaalloh." خلاص انت احفظ لله. صحيح. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. Men shayxdan so'radim: "Siz Qur'onni necha yoshda o'rganishni boshlagansiz va uni to'liq yodlashga qancha vaqt ketgan?" Shunda shayx so'z boshladilar. "U zot men Qur'onni 10 yoshimda yod olishni boshlaganman" dedilar va bu yoshdagi bolaning motivatsiyasi qanday bo'lishini tushuntirib berdilar. 10 yoshli bola uchun motivatsiya nima? Shayx dedilar: "Bu yoshda bolada hali ixlos, chin yurakdan niyat kuchli bo'lmaydi. Chunki u hali yosh, lekin alhamdulillah Qur'onni o'rganishda menga ko'plab narsa yordam berdi. Eng birinchi yordamchi mening ustozim edi. Uning ismi Yasir edi. To'liq ismi Yasir Usmon Ahmad. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Alloh mening har bir Qur'on tilovatimda unga ajr ato etsin. Chunki u meni Qur'on bilan bog'lagan inson." Shayx aytdilar: "Ustozim juda yumshoq, mehribon edi, xuddi otadek. Menimcha shunday murabbiy bo'lganlari Qur'onni o'rganishda eng katta sabab bo'lgan." Keyin shayx aytdilar: "Eng yaxshi motivatsiya bu muhabbat va rahm shafqat. Alloh Qur'onda aytgan: Ar-Rahman u Qur'onni o'rgatdi. Demak, Qur'on o'rgatishda ham rahmat asosiy bo'lishi kerak." Shayx dedilar: "Ota-onam meni hamisha rag'batlantirardi. Har bir juzni yodlaganimda ular meni tabriklashar, kichik bayram qilishardi, hadiya berishardi. Bu meni yanada ilhomlantirardi. Alloh u zotlardan rozi bo'lsin." Bu tartib 5-juzgacha davom etdi. Keyin esa ota-onam shunday dedilar: "Bo'ldi, endi Qur'onni Alloh uchun yodlaysan, lekin mukofot Allohning huzurida inshaalloh." Qur'onni yodlayotgan odam haqida eng muhim nuqta shundaki, u Alloh bilan bo'lgan munosabatini to'g'rilasin. Bizda afsuski ba'zi yoshlarda muammo shundaki, ular mashhur bo'lishga intilishadi. Ular aytadi: "Men falon shayxdan Qur'on o'qiganman, uning oldida tilovat qilganman. U falon domla, u falon masjid imomi." Ular o'zini tanitishda shuni aytishadi. Bola kichkina bo'lishi mumkin, lekin maqsadi bu men mashhur bo'lay, shayxlar meni tanisin degan narsa bo'lishi mumkin. Bu juda xavfli. Yoshlarga kerakli maslahat shuki, sen qaysi shayxda o'qiganing emas, shayxing kim bo'lganini eslasang kifoya. Lekin undan ham muhimroq narsa, sen o'sha shayxdan nima olganing. Men o'zimni shunday deb hisoblayman. Alhamdulillah, men ustozimni hech qachon unutmayman. Bolaligimda bo'lganiga qaramay, u kishining sabrini eslayman. Menga o'rgatganini unutmayman. Men Allohdan duo qilaman. U kishini mukofotlasin, unga ajr bersin. Shayx dedilar: "Qur'onni yodlayotgan inson uchun eng muhim nuqta bu Alloh bilan bo'lgan munosabatini to'g'rilashdir." Biz ayrim yoshlarda shuni ko'ryapmizki, ular mashhurlikni orzu qilishadi. Ular shunday deyshadi: "Men falon shayxda o'qiganman, u meni tinglagan." Keyin aytadi: "Men falon domlada tilovat qilganman, u falon masjidning imomi bo'lgan." Ularning maqsadi shaxsiy e'tiborni oshirish. Bola hali yosh bo'lsa-da, qalbida mashhur bo'lish orzusi yotadi. Bu xavfli yo'l. Siz ustozingiz bilan emas, ustozingiz orqali tandiling. Ammo bundan ham muhimrog'i, siz o'sha ustozdan nima oldingiz? U sizga Qur'onni faqat o'qitdimi yoki qalbingizga solib bera oldimi? Men shaxsan Allohga hamd aytaman. Ustozimni hech qachon unutmayman. Men hali yosh bola edim. U kishining sabrini ko'rganman. Alloh u zotga eng go'zal mukofotni bersin. Men eshitdimki, bizga ajratilgan vaqt tugashiga atiga 4 daqiqa qoldi. خلاص. Can I squeeze a question in before the adhan? Or are we doing the adhan now? طيب خلاص
Savol shunday bo'ldi: din ilmlarini o'rganish bilan Qur'on yodlashni qanday uyg'unlashtirish mumkin? Niyatni qanday to'g'ri qilish kerak? Nima qilish kerak? Qur'on yodlashda qanday niyat qilish kerak? Bu juda yaxshi savol. Javob shuki, siz Qur'onni faqat yodlash uchun, to'g'ri tajvid bilan o'qish uchun va uni chiroyli tilovat qilish uchun o'rganyapsizmi? Bu yetarli emas. Siz Qur'onni amalda qo'llash, unga amal qilish, uni tushunib yashash uchun o'rganishingiz kerak. Ey yoshlar, ey aziz birodarlarim, ayniqsa yoshlar, sizlarda kuch bor, energiya bor. Lekin sizlardan ko'pchilik Qur'on yodlashda sabrsizlik qiladi. Shoshilib, tezroq yodlab tugatmoqchi bo'ladi. Bu juda katta xato. Men yoshlar bilan ishlayman. Ko'pchilik yoshlar shunday deydi: men har kuni 3, 4, hatto 5 sahifadan yodlamoqchiman. Bir haftada 10 sahifa yodlayman. Boshqasi aytadi, men undan ham ko'proq qilaman. Yo'q, bu yondashuv noto'g'ri. Juda katta xato. Hatto 1,5 sahifadan ortig'ini tezda o'rganmoqchi bo'lish bu noto'g'ri. Chunki bu Qur'onni haddan ortiq shoshilib, sathiy yodlashdir. Bunda yod olish ko'p hollarda unutiladi. Balki har kuni faqat bir sahifani o'qing, lekin uni 15, 20, 25 marta takrorlang. Agar siz Qur'onni tezda yodlamoqchi bo'lsangiz, u qalbga o'rnashmaydi. Bu Qur'onni faqat og'iz bilan yodlash bo'ladi. Haqiqiy yod olish takror va sabr bilan bo'ladi. Qur'on mustahkam joylashsin, kuch bilan yuragingizda o'rnashsin. Kimdir men ilm o'rganyapman, hadis o'qiyapman, arab adabiyoti, fiqh o'rganyapman deydi. Lekin Qur'onni unutadi. Qur'on Allohning kalomi. U har qanday ilmdan ustun. Namozda qanday o'qishni, iymonni, aqidani hammasini Qur'on bildiradi. Undan yuz o'girmang. Shuning uchun Qur'on o'rganishga har bir yosh kunning eng yaxshi vaqtini ajratsin. Uni boshqalarga aralashtirmasin. Savol shunday bo'ldi: din ilmlarini o'rganish bilan Qur'on yodlashni qanday uyg'unlashtirish mumkin? Niyatni qanday to'g'ri qilish kerak? Nima qilish kerak? Shayx bu borada juda muhim maslahat berdilar. Ayniqsa yoshlar uchun e'tiborni Qur'onga qaratinglar. Qur'onni unga munosib darajada qadrlang. Qur'onga haqli vaqt ajrating. Uni shoshilmay yodlang. Shoshilmang. Bugun 5 betni, ertaga 20 betni yodlamoqchi bo'lmang. Chunki qanchalik tez yodlasangiz, shunchalik tez unutib qo'yasiz. Shuning uchun asta-sekin o'rganing. Sekin, lekin puxta o'rganing. Yoshligingizda butun kuchingiz va vaqtingizni Qur'onga bag'ishlang. Boshqa islomiy ilmlar, fiqh, hadis, arus, adabiyot, ularning ham vaqti keladi inshaalloh. Shayx shunday dedilar: zarur bo'lgan asosiy bilimlarni o'rganing, lekin bu Qur'on yodlashdan to'xtashga sabab bo'lmasin. Bu shayxning bu savol bo'yicha bergan aniq va foydali nasihatlari bo'ldi. Qur'on yodlashda sizga aynan biror sura qiyinchilik qilganmi? Qur'onda juda qiyin sura yo'q, ammo Tavba surasi o'ziga xos. U juda ulug' va kuchli ta'sirli suradir. Chunki u eslatma bilan to'la va unda tavba haqida chuqur ma'nolar bor. Shuning uchun Qur'on yo'li har doim silliq emas. U sinov bilan to'la yo'ldir. Alloh taolo aytgan: "Biz Qur'onni zikr uchun oson qilib qo'ydik, bas o'rganmoqchi bo'lganlar bormi?" Sen maktabda o'qish uchun 12 yil sarflading, to'g'rimi? Birgina diplom uchun. Qur'on esa 12 yil talab qilmaydi. Faqat ixlos, qat'iyat va bardavom sabrni talab qiladi. Ko'pchilik 12 yil o'qib, keyin bitiruv imtihonidan o'ta olmaydi. Qur'on esa sening sabr va ixlosingga qarab senga ochiladi. Bu yodlashdagi eng muhim haqiqat. Suralar osonmi, qiyinmi, bu senga bog'liq. Ey birodarim, ayrim suralar sen uchun og'ir tuyulishi mumkin, lekin boshqa birov bir kunda 2 sahifa yodlayapti. Demak, masala senga bog'liq. Men masalan Yunus surasini yodlashda qiynaldim. Hatto faqat yarim sahifani yodlashimga to'g'ri keldi. Qiyinchilik bu mag'lubiyat emas. Bu Allohning sening qalbingni poklayotgan sinovidir. Men shayxdan so'radim, Qur'on yodlashda sizga aynan biror sura qiyinchilik qilganmi? U zot dedilar, ehtimol men uchun eng qiyin sura Tavba surasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin keyin juda muhim bir nuqtani aytdilar. Qur'on aslida qiyin emas. Siz unga vaqt ajratsangiz, u oson. Alloh taolo aytgan: "Biz Qur'onni zikr uchun oson qilib qo'ydik, bas o'rganmoqchi bo'lganlar bormi?" Shayx dedilar, "Biz maktabda o'qish uchun 12 yil vaqt ajratamiz. 12 yil davomida o'rganamiz. Qur'on esa bunday uzoq vaqtni talab qilmaydi. Shuning uchun Qur'onni yodlash haqida qiyin degan tushuncha bo'lishi kerak emas. Agar biror sura og'ir tuyulsa, shunchaki yodlayotgan miqdorni kamaytiring. Bir sahifa o'rniga yarim sahifa yodlang. Shu tarzda davom eting. Qur'onda sizni eng ko'p ta'sirlantirgan oyat qaysi?
Rostini aytsam, Qur'onning o'zi boshidan oxirigacha ta'sirli. Undagi har bir oyat yurakka yetadi. Lekin ayrim oyatlar bor, ular alohida yurakka uriladi. Men eng ko'p ta'sirlangan oyat Alloh taoloning husna va ziyada, ya'ni eng go'zal mukofot va undan ham ziyodasi degan oyatidir. Alloh bizga bu oyatda husna, ya'ni jannatni va ziyada, ya'ni uning jamolini ko'rsatishni va'da qilgan. Ey Robbim, bizni ham o'sha jamolingni ko'ruvchilar qatorida qo'shgin. Yuzlar bor, u kun kelib nurlanadi. Ular Parvardigorining jamoliga boqadi. Men shayxdan so'radim, Qur'onning butun oyatlari ta'sirli, barakali, go'zal. Ammo shunday bir oyat bormi, aynan sizga alohida ta'sir qilgan, qalbingizga chuqur kiradigan? Shayx Hafizahulloh taolo javob berdilar. Yaxshilik qilganlarga husna, ya'ni jannat va undan ham ziyodasi beriladi. Bu oyat juda chuqur. Alloh taolo yaxshilik qilganlarga jannatni va undan ham ortiq mukofotini va'da qilmoqda. Bu ziyoda degani nima? Bu Allohning jamolini ko'rish ne'matidir. Shayx dedilar, Alloh bizni ham o'z jamolini ko'ruvchilar qatorida kiritsin, inshaalloh. Birminghamga birinchi kelganingizda qanday taassurotlar qoldi? نعم. طيب خلاص فنختم بهذا السؤال كيف وجدت برمنغهام وكيف وجدت الإخوة Bu yerda nimani topdim? Birodarlarimni topdim. Samimiyatni topdim. Hech qanday ko'r-ko'rona maqtov yo'q. Alloh haqqi. Men faqat haqiqatni gapiryapman. Alloh haqqi, bu kecha sizlar bilan birga bo'lish, bu darsning o'zi mening yuragimni hayajonga soldi. Men yuragimdagi ilohiy hisni his qildim. Haqiqiy musulmon kishining yuragiga urilgan qalb darbasi edi bu. Allohga qasamki, men eng ko'p yaxshi ko'radigan majlis bu sizlar bilan bo'layotgan Qur'on majlisidir. Chunki bu majlisda solihlar bilan o'tiribmiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu yerda musulmon qizlar hijobda, Alloh ularni mustahkam qilsin. Bu yerda poklik, hayo va shar'iy muomala bor. Hatto yuragimda o'zimga shunday dedim: Ey Robbim, bu joyda haqiqiy or-nomus, sharaf, Allohdan qo'rqish bor. Bu yerdagi opa-singillarni Alloh sobit qadam qilsin. Robbim sizlarni doimo asrasin va ajringizni ziyoda qilsin. Men shayxdan so'radim, Birminghamga birinchi kelganingizda qanday taassurotlar qoldi? U zot chin dildan shunday javob berdilar. Men bu jamoadagi eng baxtli insonman deb his qildim. Bu yerda bo'lganimdan juda mamnunman. Ular shuningdek Birmingham haqida payqagan ayrim jihatlarni aytdilar. Jumladan bu yerning musulmonlari juda dindor va hijobga sodiq ekani haqida to'xtaldilar. Men Birminghamga kelganimda o'zimni Buyuk Britaniyada emas, balki Qosimda yurgandek his qildim. Ayollar hijobda, niqobda, erkaklar esa to'liq islomiy libosda yurishar edi. Bu meni quvontirdi. Mashalloh dedilar. Sizlarning mehmondo'stligingiz shayxni hayratda qoldirdi. Alloh xohlasa, bu bizning so'nggi uchrashuvimiz bo'lmaydi. Endi shayxdan so'nggi maslahatlarini, nasihatlarini so'raymiz. Ey birodarlarim, ey opa-singillarim, ey aziz ota-onalar, yodingizda bo'lsin, agar siz meni kuchim yetmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz yolg'iz emassiz. Bu Qur'on yo'li. Faqat Allohning kuchi bilan bosib o'tiladi. Siz men bardosh bera olmayapman, men o'zgara olmayapman deb o'ylamang. Siz yolg'iz kuch bilan harakat qilyapsiz. Lekin haqiqatda esa harakat Allohning kuchi bilan bo'lishi kerak. Inson hech qachon o'z kuchi bilan biror narsaga erisha olmaydi. Butun hayotimiz Allohning yordamiga bog'liq. Harakat qilish ham, yomonlikdan saqlanish ham Allohning yordamisiz bo'lmaydi. Hech qachon bunday demang. Bu ishni o'zim qildim. Yo'q, sizda kuch ham, imkon ham faqat Alloh orqali bor. Yaxshilikka erishish, gunohdan qochish barchasi Allohning irodasi bilan. Shayx yakuniy so'zida barchamizga eslatdilar. Inson har bir onda Allohga muhtoj. Har bir nafasda, har bir qarorda, har bir qadamda biz Allohning yordamisiz hech narsaga qodir emasmiz. Bizda kuch yo'q, bizda quvvat yo'q. Quvvat faqat Allohda. Insonning qudrati yolg'iz Allohga bog'liq. Buni hech qachon unutmasligimiz kerak. Jazakumulloh xayr shayxana habib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.